Bu suv filtrimiz uyda foydalaniladigan suv filtri bo'ladi. Uy ehtiyojlari uchun eng oxirgi variantdagi barjomiy suv bilan raqobatlashadigan, bundan chiqqan suv, o'shanaqa suvlar bilan raqobat qila oladigan suv filtr bo'ladi. Buni nimaga bunday dedim? Mineralizatsiya bosqichi 1, 2, 3, 4, 5. 5 ta mineral bosqichi. Undan keyin ultrafiolet lazer bosqichi ham bor bunda. Mikrobakteriyalarni o'ldirib beradi suvni. Suvda ko'karish, sasish, umuman unaqa narsa qolmaydi. Undan tashqari mana shunaqa 5 xil eng kuchli mineralga boy minerallar bilan suvni boyitib beradi. Teskari osmos membranasi ham bo'ladi. LED ekran bo'ladi bunda. LED ekran bo'ladi. Bu damashni bo'ladi. Uyda foydalanish uchun. Ovqatga, ichishga, choyga foydalansangiz bemalol hajmi 30 litrgacha soatiga yetkazib beradi. Buni misol uchun 50 litrliklari bor, 15 litrliklari bor. Har xil turdagisi bor. Bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilsanglar, har xil turdagi tepadagi suv filtrlarimiz mavjud. Bundan tashqari suv biznesiga, samoykaga ishlab chiqarishga hammasiga suv filtrlarimiz mavjud.